Ko'pchilik ziyoratchilar Umraga borib kelgach afsuslanishmoqda. Nima uchun? Sizga rostini aytaman. Va 5 ta eng katta muammolarni sanab beraman. Birinchi muammo mehmonxona muammolari. Yaqin masofadagi mehmonxonaga olib boryapmizda, boshqa bir mehmonxonaga joylashgan. Ikkinchi muammo bu 50 boshi muammolari. 50 bosh siz bilan birga boradi, siz bilan birga keladi va sizning yoningizda bo'ladigan va'dalar va'daligicha qolib ketmoqda. Uchinchi muammo bu yaqinlaringiz bilan bog'lana olmasligingiz. Va to'rtinchi muammo sizga qo'llab-quvvatlash xizmati va yordamchi ishchi guruhi tayinlangan deyshadi. Lekin bular ham so'zlarda bo'lib qoladi. Beshinchi muammo sizga aytilgan ziyoratlarga emas, boshqa bir joylarga olib borishadi. Biz bunday ishlamaymiz. Centrum Holidays kompaniyasi tomonidan berilgan har bir va'da bu mas'uliyat demakdir. Shinam mehmonxonalar, haramga qatnovchi komfort avtobuslar, 50 boshi xizmati, shifokor xizmatlari aynan siz uchun. Siz afsus emas, xotirjamlikda Umra ziyoratini amalga oshirishni istaysizmi? Unday bo'lsa, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ishonchli va sifatli Umra paketlari aynan Centrum Holidays'da. Centrum Holidays bilan Umra markazdasiz.